Suyin. Van aka. Van Yuan? Letzi Hao, jur'atingga qoyil. Bugun Changyuan mehmonxonasining ochilish kuni bo'lsa-yu, sen xonada bunaqa ablahlik qilib o'tiribsanmi? Nima qilishimga aralashish seni ishing emas. Alo, Jan og'ayni, tez bu yoqqa yetib kel, tezroq. Nega hamma joyga burningni suqasan? Biz uchovimiz kimligimizni bilasanmi o'zi? Bir og'iz so'z bilan seni yer yuzidan yo'q qilib yuborishimiz mumkinligiga ishonasanmi? Kichik janobli. Direktor o'rinbosari Jan. Kichik janobli, nima bo'ldi? Sizni kompaniyangiz xodimi, shundaymi? Men shunchaki u bilan mehmonxona boshqaruvi sirlari haqida suhbatlashmoqchi edim. Bular esa to'satdan bostirib kirishdi. Xo'sh, ayting-chi. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Yanfan, sizlar shunchaki ablah ekansizlar. Bugundan boshlab ishdan bo'shatildingiz. Ustiga ustak butun sohaga xabar berib, sizni qora ro'yxatga kiritishlarini ta'minlayman. Bu nima deganingiz, janob? Hech qanday yomon ish qilmadik, nega bizni ishdan haydayapsiz? To'g'ri, biz hech nima qilmadik. Kichik janoblining g'azabini keltirdinglar. Yana aybimiz yo'q deysizlarmi? Ishni saqlab qolishni istaysizlarmi? Bu juda oddiy. Lekin hammasi Su xonimning qaroriga bog'liq. Men Suyin, ahmoqmisan? Shunday zo'r imkoniyat. O'ylab ko'r, har kuni o'zingni o'qqa cho'qqa urib qancha pul topasan? Kichik janobli bilan bo'lsang, kelajakda boyib ketishing aniq. yo'q. Yo'q, unday emas. Suyin, keyin menga imkoniyat bermadi demagin. Agar munosabatingni to'g'rilamasang, faqat ular uchovi, balki seni ham ishdan bo'shatishga majbur bo'laman. Men akasirim ularga tegishini xohlamayman. Men roziman. Suyin, rozi bo'lma. Bor yo'g'i ish-ku bu. Kerak emas, boshqasini topamiz. Kerak emas? Aytib qo'yay, xotin va bola chaqang borligini unutma. Aniq kerak emasmi? Bo'ldi, qilinglar. Ketinglar. Sizlarga rahmat. Van Yuan, eshitdingmi? Hatto uni o'zi ham rozi bo'ldi. Yana nima demoqchisan? O'zi ham rozi. Hozirgi ahvoli rozi bo'lgan odamga o'xshaydimi? Van Yuan, og'zingni yum dedim. Ovozingni o'chir. Van Yuan, meni odamlarimni meni ko'z o'ngimda urdingmi? Mana urdim. Van Yuan, aqldan ozdingmi? Ha, ozdim. Mana. Men gapirmadim-ku hali. Kim senga gapirma dedi? Otalaringiz sizlarga yaxshi tarbiya bermabdi. Men ularning o'rniga sizlarni tarbiyalab qo'yaman. Tamom bo'lding. Van Yuan, tamom bo'lding. Ular uch buyuk oilaning merosxo'rlari ekanini bilasanmi? Ularni xafa qildingmi? Demak, bugundan ortiq yashamaysan. Aytgancha. Aytish yodimdan ko'tarilibdi. Bugundan boshlab sizlar o'z oilalaringiz merosxo'r emassizlar, bilib qo'ying. Sen kimsan o'zi menga buni aytadigan? Eshikni qulflaylar. Qani ko'raychi, kim jur'at qilar ekan? Van Yuan, meni o'zingga o'lguday dushman qilmoqchimisan? Nima bo'pti? Yaxshi, yaxshi. Aytib qo'yay, endi seni na Lin Zhixia, na Lu Haifeng qutqara oladi. Shunaqami? Kichik janoblining shashti juda baland-ku. Kichik janobli, kayfiyatingiz choq ko'rinadi. Ochilish marosimi kuni shunaqa jirkanchishlar bilan shug'ullanib o'tiribsizmi? Lu Haifeng,
sendan qo'rqadi deb o'ylama. Bugundan boshlab otam sen bilan teng mavqeda, bilib qo'y. O'zing ham aytyapsan, otang men bilan teng mavqeda deb. Agar otang bu qilmishlaringni bilsa, merosxo'rlik o'rnini saqlab qola olarmikinsan? Bunisini bilmadim. Juda kulgili. Nima? Otam oddiy qizni deb meni merosxo'rlikdan mahrum qiladimi seningcha? Unda kutib ko'ramiz. Kichik janobli, ochilish marosimi boshlanishiga oz qoldi. Asosiy ishni kechiktirmaylik. Mayli. Sizlar bilan keyinroq hisoblashamiz hali. Kichik janobli, Vanjuan, tezroq borib kichik janoblining oyog'iga yiqilib kechirim so'ra, bo'lmasa men tamom bo'laman. O'chir ovozingni. Sen tomon bo'lasan. Menga aloqasi yo'q. Vanjuan, sal kamtarroq bo'la olmaysanmi? Sen bor yo'q oddiy odamsan. Kekkashga nima haqqing bor? Seni kekkashga nima haqqing bor? Uzr Van aka. Sizni ham aralashtirib qo'ydim. Bunda seni aybing yo'q. Bir rejam bor. Hozir tasmani qirqishga suving chiqsin. Nima? Suv. Janoblu, Van Yuan hazillashyapti. Ko'nglingizga olmang. Ha, janoblu, hozirgina bizga yordam berganingiz uchun rahmat. Suvin xonim tasmani qirqsin dedingizmi? Xo'p bo'ladi. Xodimingiz tushundi. Xodimingiz? Zihao, qayerlarga borib kelding? Hech qayerga. Yuzing nega qizarib ketgan? Kim urdi seni? Kim bo'lardi? Albatta o'sha osmon qayerda-yu yer qayerdaligini bilmaydigan ablah Van Yuan. Nima? U seni urishga jur'at etdimi? Ishonmayman. Van unday odam emas. Ishonmaysanmi? Kichik janoblining yuzdagi qizil izlar soxta ekan bunda. Van, keldingmi? Ular seni Zihaoni urdi deyishyapti. Shu rostmi? Men urdim. Faqat uni emas, uchalasini ham. Har biriga bittadan tarsak tushirdim. Van, juda haddingdan oshib ketding. Yaxshiyamki kichik janobli va boshqalarning ko'ngli keng. Bo'lmasa o'larding. Ko'ngli keng? Ularni nima uchun urganimni bilasanmi o'zi? Nima uchun? Jao, bugun mehmonxona ochiladigan ulug' kun. U bilan tortishib o'tirgim kelmayapti. To'g'ri janob. Jao, kichik janobli Tianyue mehmonxonasining rahbari etib tayinlandi. Hozir borib tasmani kesish kerak. Yoqimsiz narsalar haqida gaplashmaylik. To'g'ri. Tasmani kesish? Menimcha sen bormaganing ma'qul. Van, yana nimalarni valdiryapsan? Kichik janob Li oilasining merosxo'ri. U bormasa kim boradi? Suin, sen bor.